Albatta har bir insonda oldiga maqsadlar qo'yadi, lekin maqsad qo'yishlikda ham haddidan oshmaslik kerak. Bir xilki yoshlarimiz o'zini kuchidan, o'zini imkoniyatidan tashqari juda ham katta orzularni oldiga qo'yib oladi. Va shu orzuga erishish yo'lida hamma narsaga tayyor. Tezroq eng yaxshi mashinani minish kerak, tezroq uylarini 3 qavat qilish kerak, hamma narsa tez bo'lib qolishlik. Juda katta orzu. Va shu orzuni amalga oshirishlikda o'zi bilmagan holda juda ko'p xatolarga yo'l qo'yadi va bu orzu uni zikrdan, boshqa xayrli ishlardan qaytarib, qalbini qoraytirishga sabab bo'ladi. Hattoki ulamolar aytadiki, qalbni qoraytiradigan narsa hatto shariat ruxsat bergan ishlarda ham haddidan oshishlik bilan. Shariat o'zi ruxsat berib qo'ygan, masalan shariat ruxsat bergan muboh amallar, yeyish, kiyinish, yurish, turish, mana shunda ham o'ta isrofga berilmaslik, haddidan oshmaslik. Bu ham insonni qalbini qoraytirib qo'yadigan narsa. Agar banda noshukrlik qilsa, uni ham qalbi qorayib qolar. Allohga shukr qilib yashash kerak. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamni ayollari Oysha onamiz oldiga bir kuni ikkita sahoba keldilar. Ikkita, uchta sahoba kelib Oysha onamizni chaqirdilar. Chaqirib aytdilarki, ya ummul mu'minin, ey mu'minlar onasi, sizga bir savol bergani keldik dedilar. Nima savol deyodilar? Siz Rasulimiz alayhissalom bilan uyning ichida yashaysiz. Biz uyning ichidagi hayotini bilmaymiz. Sizni shu yashash asnosida qattiq ta'sirlantirgan voqea bo'lsa bizga aytib bering dedilar. Qarang, qiziqyaptilar. Qanaqa bo'lgan ekan? Uyning ichini ko'rmaymiz u. Shunda Oysha onamiz hayron bo'lib ularga qarab aytdilarki, sizlar hali hech kim so'ramagan narsani so'radinglar. Bu savolni menga hech kim bermagan dedi. Sizlar so'rayapsizlar, mayli aytay dedilar. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni huzurimga kirdilar dedilar, hujraga. O'sha kuni taqsimotida meni navbatim edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam adolat bilan bugun Oysha onamizni, keyin Hafsa onamizni uylarida bo'lganlar. Meni uyimga kirdilar. Men huzurimga kirgandan keyin menga qarab, "Ey Oysha, bugun tun seni haqqing. Bugungi tun seni haqqing. Lekin ruxsat bersang men namoz o'qisam" deb so'radi dedilar. Shunda men u zotga qarab, "Meni dunyoda eng baxtli qiladigan narsa siz bilan suhbatdosh bo'lish, ham suhbat bo'lish. Lekin undan ham baxtli bo'lamanki sizni rohatingizni ko'rib. Agar siz shu namoz bilan rohatlansangiz o'qing" dedim. Shunda u zot xursand bo'ldilar, menga qarab tabassum qildilar va namoz o'qidilar. Shunda namoz o'qib, birinchi rak'atni o'qib rukuga borishdan oldin u zotning ichidan xuddi bir tegirmon toshi bir-biriga tekkanda chiqqandigan ovoz chiqa boshladi. Ya'ni yig'laganlaridan shunaqa toshni bir-biriga urgandaqa yig'i chiqdi. Hatto sajdaga borganlarda ko'zlaridan oqqan yosh yerni uyitib, soqollarini uyitib yubordi. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, nega bunchalik yig'laysiz? Axir sizni joyingiz aniq-ku. Maqomingiz aniq, jannatdagi joyingiz aniq. Siz rahmatan lil alamin bo'lsiz. Allohning suyukli habibi bo'lsangiz, nega yig'laysiz deganda, u zot men shukr qilmayman degan ekanlar. Bu yig'lari shukr yig'isi edi ekan azizlar. Bu yig'lari shukr yig'isi edi ekan. Ammo afsuski, bugun biz hamma narsamiz bo'lsa ham ba'zan noshukrlik qilib qo'yamiz. Shuning uchun noshukur bo'lgan sari qalbi qorayib boraverar ekan azizlar.